Kızım. Kolgıcım. Dada! Geldin mi kızım? Dada! Salamet geldin mi? Özüngçe yaxşı turdunmu? Bek yaxşı oldu kızım. Sen küzümdün uçup gettin kızım. Bek göğüm geldi. Çolpan kız, Abdursal'ını Beycan'dan ketdi dep anladım. Sizle görüşmedi mi? Dada, sen bilen görüşmedi mi? Körüştü. Neç günden aldı kelip. Bir günce Beycan'a bakmakçı iken, poyez bıçak minip boğandı, Aygül ettigen uzat kılıp ketken. Bu nəsləni sen kaldırıp gitti kızım. Poyez stansıga berip keley dada, mağmıgan bolsa uzutup koyay. Menden Kızım. ensirmegin. Tezrak aytsınız o iken. Әнісіме мағай. Вақыт өшіп қалды ғой деймін. Епімді чолпан чоқын еткіз қой. Құдайымға аманет. Өз аңлан асыраңла. Aygül, Abdursal qani? O ketib qoldi. Seni shunday ko'p saqlab keldik, sen nega ketding? Juda qaytayli adash. Mana. Çolpan, beni saklap oltağım ettim. Artıq so'rab nima qilasan? Hiç boynun qattiq qolsin. Ang yaxshisi yo'lingga mang'in. Onda qilmagan o'zingni menimi qiynama. Har bir odamning hayotida o'zi tanlagan yo'li bo'ladi. Uningga boshqalarning aralashishini xohlamayman, abay. To'xtab tur. Sinab qo'ysa majib sakraysan go. Bizning Abdursolda nərimiz ko'p. Undaq dema, do'stlik qasmimizni unutib qoldingmi? Biz degan yaxshi do'stlardinjimi? Sen Hep to'xtab tur Çolpan, ha? Ko'rishib qolamiz.
Her qanday bana sayıp göz tutuş bulmaydı. Kırçıpleş, özünüz faydalık iş. Tez bulama, tez. Neme degan tugimiga Yapar malcının uyda adam görünmeydi o. Çolpan! Qishtirib qilib qoldi mana. Çolpan, tez bul. Aşağı çık sen. Bulunma, şaka bulunma. Çakarak bulunma. Bir haşa oldu Bizi bu. düzeltmesek bulmaydı. hajat tugimidi. Çolpan, Bu ishlar tez bul. hajat tugimidi. Tezrak bu ne? Dadamın oradan aşağı çık sen. Köpçülükten ayımız mandı. Bu ne çakkan? Köpçülük yetişmeyin la ha. Bulunma. Tezrak bulunma, tezrak. Keşkişçi tugimi gidek bu haşa. Keşke tüketmesen olmaydı. Evet yeni kıldığa iş var cuma. Tezrak bulunma. Etimi bakan teqe. Hey! Bu yana kaysın koldun. Kolumam sen yeke. Kile bir yeke. Çay mı? Ha mana. Bulunma Ha, çakkan. yeni çay içtirganlar bormi? Ha? Kimga quyib beray? Çolpan. Ketmenni oğuvaldek çapı diken sen cuma. Tezerek oylanmasan toy qilish vaqting o'tib ketdi topak. Bu degan ish maydoni sheribgah. Nimandaq ko'p so'zlaysiz? Pah. Men dersini kelin qilay desam, davatgan gapini qara buning. Men degan ishsiz. Hey. To'xta. Men ishni qilmamsa. Nima qaraysan va to'xu? Ishini qila. Chaqqan bulunglar. Nima o'rinli qilsa? Tezroq yutinglar. Ey Yaqub. Hey, sen o'tirsan bu. Tura. Men aramadayamni sen Tuyatmasanlar bo'lmaydi bugun juma. Çolpan. Meni chaqirib kelsan o. Seni chaqirtishim, sen bilan biz bir mahalladosh, saboqdosh, shundaqla sirdosh do'stlardim. Sana ayan, mening texi xizmat ishim mahal bo'lmayotdi. Sendan so'rab baqay, meni masxir qilyapsan qandaq? Sen meni xato tushunib qoldingmi, Çolpan? O'z vaqtida baxtli sabiy yigit eding. Boshqalarni baxtli holda ko'rishning o'zimi bir baxt deyalaytding. Endi-chi sana nima bo'ldi? Seni yaxshi ko'rganim gunohmi? Bu butunlay ham xiyol abay. Sening shaxsiyatchi, vijdonsizlardan emasligingga ishonaman. Emsi degine Çolpan, sen qandaq yordam qilay? Ota-onangga degin, o'lmakning ustiga tatmaq qilmasin. Aşarının işini bütün mahalledekiler haber kılıverdim. Benim kaldırmayı ep çıkımen. Hatırcam bosla. Soqim şuna. Teshikmi tashlaysan, teshikmi sherikka. Belki qapsizga qizim. Bizning uyning hasharga chiqish ishi. Uni muzokara qilib ko'tiribdi. Sizlar aşağı chiqmasanlar bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Nima? O yig'indima yo'qmi? Ay, sizning bo'lish bo'lmasligingiz muhim emas. Muhimi qiyinchilik bor oilalarni xotirjam qilish. Jabbor Malchi Kesaljon. Qizi uning holidan xabar olmas bo'lmaydi. Bundaqlar yo'l qo'yiversa qandaq bo'ladi? Siz mush mahallik dehqonning bolasi. Menning o'rniga sennimi o'ylab qo'yish kerak. Nadam bilan jurmayman. Amdiyatim ahlinga bala. Nadam bilan jurmayman. Vadishu, Asi pomzakni etizliqqa qo'yib aql turibsan. Qattiq taptir Asi pomzak deb qo'ymaydigan bo'lsam. Asihan! Asihan tez bosil deyman. Nima bo'ldi? Cholpanning qo'ydan to'xtatlarini yap bo'ldi, tezroq bosla. Voy bosla. Mayda. To'xtatlarini yap bo'ldi navbatda. An ov yedi tezroq.
dur. Yürge hacep yoğunap gitip da onu. İşte hep cuvayını be. İşte halakıp kıyıcı. Hey, kök taklığımda koyu vakıdaki oldun mu teki? Bu cuvayını be. Bana sana. Neye kaçsan? Neye kaçmakçıydın? Kök taklığımda kandak böyleysen. Yürgen hacep yoğunap gitip da sana. Kıra onu be. Gelip bakalsın. Nerede? Giderek bulayla kez baraydı. Çapsan bunu ola. Sen de şiirin kıyaldıkçı. Koyunun köktaklarımda sılgat tügesin. Bana köktaklarımda kandak böyleysen. Bolu kılı. Kolunuzda atır. Kişikini kızını şuna kılgama mı? Gördünüz mü? Koyunlarıcı köktaklarımı yiyip baptı. Neyim karnı bu? Koyun da. Bol şığılma. Nasıl? Bol. Kara şığını. Hey, koylarını koyuver. Koyar. Demek ki koyun etti de o. Uyalmasın adamla hayvan bilip meni sen. Yeni teki koyları çangal sal sen. İnsaf diye nesi yok mu sende? Koyunu koyuver. Bana sağgan ziyanı kim tölep verirken diyeceğim. Ziyanını hesaplap. Daha duyu işkan sıkıba. Koylarını koyuver. Kaçan zihnimini tölep vergende şu çağda koylanı vermen. Bağımızçı koylanı vermeymen. Yepme az kılıp. Daha duyu işkan sıkıba. Bana ben vermem. Talon yezip versile. Daha duygu vakan dalı Yepme men. az kılıp. Yolunu bana. Yığılma sana. Yürü ona. Dada, şehirge kirib xizmat masalamni surishtirib boqaymikin deyman. Mening xiyolim shu qizim. Uzun bo'ldi. Surishtiribmi baxmadim. Heliqi haqam soyillarning bolalarini tapqil bo'lami? Izlab baqsam qandaq? Bo'ladi qizim. Mang'icha adresini aytib beray. Shunda qilib boqay dada. Lekin Aygul bilan birga bering. Kimni izlaysiz? Jarib boshliqning qizi Aygulni izlaydim. Har ishkilisi yo'q. Jarib boshliq uyg'unishga ketdi. Aygul ishkirga xizmatga ketgan. Qachon qaytib kela? Buni o'qimaydi ekanman. Uy kirmamsiz. Bo'ldi, rahmat sizga. Mana. Mana geldim. Kimni izlaysiz singlar? Tinchlikmi? Kamil hojini izlaydim. Siz Bo'ston uyidagi Jabbor malchining qizi. Kiring. Jabbor malchi dang. Kiring. Qani. Kiring. Tatınlar. Kiring. Men Kamil hoji bo'laman. Qani, kiravering. Qani. Kiring. Ay xotin, turinglar, mehmon keldi. Qani. O'ltiramiz. Keling, o'ltiring. Choy qo'yinglar. Qani, choyga beqing. Singlimimiz kech qolibdi. Yez yo'li yiroq. O'rin rastlab beramizlar.
Bu qizning ota bovalari bilan biz bir mahalladan. Cho'ng dadammi poda boqatdi. Bo'ldi. Anglamagan gaplar chiqib turdi-ku endi, odamning nomusini keltirib. Oy, nomus qig'idak nemisi bor? Nimasi bo'ladi? Ko'rgan bilganlichu, bizni tegidan cho'ng sodiganning bolalari deb hurmatlashidi. Podichi degan so'zni bu lekin tilga olg'uchi bo'lmang-a. Podichimi insonga xotin? Karim yo'q. Sahrolikqa uy ko'rsatma, bozorlikqa bog' degan gap bor. Ish qilib bu to'p tarafni hozirlik yo'qdim. Buningda qanday bo'ladi? Karim yo'q. Darhol yo'qtirgan bu bir nimangizni. Bu asta. Qaraganda Kamil hojidan umid kutishga bo'lmaydi. O'zim bir tirishibsam bo'lmaydigan o'xshaydi. Erta Oygulni qishig'i berib oldiroq uyga kirdi. Bechora dada yolg'iz qoldi. Hey Atash, Eliq suratni ishlab qanday xo'p ketdi. Tezroq bir taraf qilsa xulatdi. U allaqachon ketdi. Sana deyishni unutilib qolibdiman. Bugun tushda pochtadan silib etdim. Bek yaxshi bo'pti. Andichi ularning bir bo'g'ini bir ko'ray. Hey, qanday bo'lar? Qara, oxir zamon bo'ldimi nima? Cho'lpon degan shu. Cho'lpon deganim ashumi? Men ishlarni qarang. Xizmat ishini surishtirib ketdi-da. Paxansa degan bir toza o'ylamamdi. Qanday deysan? Sen tayyorlaganni qilg'ashtir. Men cho'lponni ma'qul kaygizay. Andin jaribqani boshlab kelay. Ma'qulamsan? Bo'ldi. Restoranlik ko'rsaydi juma qilsa. Men mang'ish qirayasan, ha? Xo'sh. Tamog'ini yeyagin. Vay, qizimma. Yaxshi turdingmi? Ha, yaxshi. Qachon qaytdi ekansizlar? Bo'ladi, kelganda ko'rishaylik qizim. Kimni izlaysiz? Yaxshimisiz? Aygul bormi? Ha, Toniyamay qag'il tas qoptiman. Siz Aygulning do'sti? Ha, qani kiring. Qani o'tiring. O'tiring. Aygul boy telefon qilib ekan. Bugun atining ichida qaytib keladigan o'xshaydi. Bir ishingiz bormidi? O'tganda sungan iltimosimni qanday qildi ekan deb. Ha, to'g'ri. Lekin kadrlik imtihonidan o'tish muhim. İmtihonni shundoq yaxshi versam o'tamayotganimga hayronman. Tayyorligim shundoq yaxshi edi. Qanday qilib? Bu prinsiplik ish. Almashtirg'ili yoki qo'shib qo'yg'il bo'lmaydi. Buning uchun yo'lni puxta bosmasak bo'lmaydi. Qani, bizmo tekshirib baqayli. Sizmo bel qo'yib etmay tirishing. Umidsizlanmang. Cho'lpon qiz bu. Aygulni izlab kelganmidingiz? Ha.
singlim. Sizga bir yig'iz gapim bor. Demişe saqlab turaman, hozirla chiqaman, jimi? Ma'qul. Ketib qolmang, ha? Ha. Hey, aran tapdim jimi sizni. Jarib akamga ishingizni dedim, u hal qilib berdigan bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Endi izlanib nimani qilay? Undaq demang, hozircha Parizatek chiroyi, saf vijdoni, yaxshi axloqi bo'lib, xizmati bo'lmagan qizlarni-chi yigitlar yoqtirmaydigan bo'lib qopti. Abdursalni o'ylamamsiz? Meni nima qil deysiz? Davr sang baxmasa, sen davrga baq deyman, ha? Tushunmagan ishlarni qilmayman Marihada. Bu tushunmaydak ish emas-ku. Jarib akamlar saqlayotdi. Bu yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'ymang. Juranga, tezroq mangayli. Juranga. Men bormayman. Oldi qiling-a. Mahallaga kash qolaman deganchi meni nega Tomoq yetlamamiz. Billa qaytmiz avatidan. Men bormayman Mariyada. Bo'ldi, tatimdan. Jurang. Qani hichanga. Bu anar sharabati emas qilmaydi. Men ichib baxmagan. Ichmay. Jarib akamning hurmati uchun ilinga. Ishingga uzoq qolmay ishingiz hal bo'lib qolishi mumkin. Ichanga. Men faqatla ichib baxmagan, ichmay Mariyada. Jarib boshliqning ko'nglini qaytirma. Ilinga, bu degancha anar sharabati emas qilmaydi. Hammamiz o'z odam, tortinmang. Men bundaq narsani ichib baxmasam, ichmay. Bo'ldi, Ichmayman. Ha, ichib qo'ying, hech nima bo'lmaydi. Ha. Ichanga. Ko'tiranga. O, aroq emas. Ha, Anar ishchanma. sharbati. Ha, Bu degancha anarning suyi mas qilmaydi. Ha, ichanga, ha. Ha, barakallah. Yaxshi oldi, ha? Xo'sh, Jaribka. ha, qani qo'sha.
Xudo, men nima qildim? Laçin soqqan to'shqanning dadey. Assalomu alaykum. Jappar aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Tinchtirdingmi? Tinchlik. Bu yerda o'tirib qolsan-ku. Qizim cho'lponning yo'li qarab turyapti. Ajab uzun qapta. Shundoq ma'miz nima amal deysan, uka? Bundaq mangsang, hal olmasmikin Jappar aka. O'zing bir amalni qilsang olmamdi. Qanday qilaman? O'tganda yog'ochlarni bekor ketdi. Sen go Abejanni oliy maktabda o'qitmasangmi, ta'lim o'ngdan keldi. Bizga-mi yo'l ko'rsatgina? Balam kadrlik imtihonda o'tdi emasmi? Shunga. Sen izning baqqat. Qanday qilay? Qo'ling yig'lashsa, do'stingga suva degan gap emasmi? Oldi bilan tayyorlik qil. Tayyorlik qil. Ondan bir gap bo'la. Nega boramiz, uka? Ata shahar kirman. Seni bir ilpitimga tunishtirib qo'yay. Qandaq? Bo'lamdi. Ma'qul. Endi shunday bo'lsin. Undaq bo'lsa, ata 3 taraf ko'rishaylik. Kepman qoldik. Jappar aka, esingda bo'lsin, kirganda uning oldida mening ismimni hargiz tilganma. Bo'lmasa ishni chataq chiqdi juma. Uning uyi vaqo ustingi qavatda, eng tepida, so'l tarafda. Mush eshikdan kirib, ustingi qavatga chiqib so'lga kirsang bo'ladi. Sen mi bildirmabsan? Kiribagin. Ha? Ha, ma'qul. Qo'rqma, ha? Qo'rqmay kiribagin. Oh. Nafsining tizgini aqlning qo'lida degan gap bor. Bu yosh kelganda o'zimizni tutolmasak, qachon tutib olamiz? Xalqqa qaysi so'zimiz bilan javob beramiz? Buni obda o'ylashing. Atla. Ha? Men qarab baqay. Assalomu alaykum. Bu nima shamdi? Xafamaslar. Atrofdagi muhit bilan obdan tanishib chiqing. 15 kundan keyin rasmiy ish kuchisiz. Ma'qul. Dada, men endi hech yerga bormayman. Sana o'xshash molchi bo'lammi? Ma'qul qizim, ma'qul. Aras, sana birsi xat qoldirib qo'ygan edi. Mana. Mush xatni qoldirib qo'ydi. Abdursoldan ketdi dada. Shundaqmi qizim? Uyga kirib aram ep turgan. Men qo'ylarni o'tiltib kelaman, ha? Ma'qul.
Ma'qul. Ma'qul qizim. U meni haqoratladi-da. Endi menga bu hayotning nima kerak? Xayr, dada. Aman bo'l. Aqlsiz qizimni kechirgin. Yunanlar.
Jabbarka! Jabbarka! Çolpanca! Doğru içip ilimaptı. Köpçülük doktorxanaga ep ketdi. Taşdiylanğını xabar qılandık ya. Dedivi içip bilipaptı. Nemiş şundaq qılğandı deyme. Nima? Doktorxanaga ep ketdi. Çolpan dediği işi yaptım ha? Neymiş kal? Bilmedik. Çolpan. Benim kızım. Çolpan. Çolpan. Jabbarka! Benim kalgıcım. Uya yaqında qılamız endi. Oy Mariyaxan, boshqalarga xabar qilamdik. Şundaq qalaylı. Yuringlar. Qandaroq? Cho'lpon. Doktor qandaroq? Xatarlik bosqichidan o'tib ketdi. Ilmi vaqtida deb kelibsizlar. Bu qiz boshqalar tarafidan dafsanda qilinib. Nima? Ayollar bo'limiga o'tkaymiz.
Çolpan. Mening yoshlig'im yo'q. Menga hayotlik kerak emas. Çolpan, bu men, Abdursul. Sabidillarni aldab ko'ngil xushlig'ini to'ldiradigan sendek mekkar tulkilarni ko'rar ko'zim yo'q. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Çeçilmang, Çolpan. Bu men, Abdursul. Men tanımayyotam siz. Eli qisratdagi haramzada hayvon sen shug'u. Yo'qol ko'zimdan. O degan tuhmat. Nima so'raqi gapni qilyapsiz? Anglamayman. Anglig'im yo'q. Çolpan, bu nima degan emas? Bana tuhmat qilyapsiz. O'zingizni besmilang. Gapimni anglang, Çolpan. Çolpan. Gapimni anglang. Çolpan, doktor chaqiring, tez. Ishonmayman. Çolpan, o'zingizni besmilang deyman. Oğlum, azimatdek ish qilding. Senden faxrlanaman. Xudoga shukri, cho'lpon bo'lsa-mu aman qoldi. Sizni chaqirtishimdagi sabab dada, Çolpan hozir bekmi bechora holda. Uni bilaman bolam. U hozir iqtisodiy yordamga muhtoj. Shunga men Zatdan xotirjam bo'l o'g'lim. Borlig'im sen uchun. rahmat dada. Lekin Jabbor akamning qazo qilganini bilsa, Çolpan bardashlik bermay, o'zini yo'qotib qo'yarmi? Uni deb ansirayman dada. Jinim dada. Aqlsiz qizimni kechirgin dada. Hozircha o'qimoqni yaxshi o'g'lim. Keyinchi o'qib qol. Meni qilganman. Meni billah. Meni epga salomam jinim dada. Nima ovoz bu? Çolpan! Men doktor chaqiray. U kuni meni nasib etibdi. Jarib akamam dada balasiga chetilib qilishdan qo'rqyapman degan adash. Voy, meni ko'ngilchaklik qilgansan. Mana endi keyingi pushayman o'zingga tushman. Bundaq bo'lishni kim bilsin deysan? Ketgani ketdi. Har ehtimolga qarshi amalni qilsak bo'ladi. Haras, men bir amal topdim. İşte qilsaqchi, tas yaxshi bo'ladi. Mening deganimda qilaylik. Shunda qilsak bo'ladimi? Bo'lmaydigan nari bor. Sen bek yaxshi bo'ladi. Shunda qilaylamsa. Ma'qul, shunda qilaylik. Ajab yaxshi oldu. Senden yo'shirmayman, Abdursul. Düşmaningga hal aytma kulgis keladi. Do'stingdan sir ayma bilgis keladi degandek. O'tgan qismat, ochiq ko'z yoshlarim sana ayon bo'ldi. Endi armanim yo'q. Sabiylage uval qilgan ash ifloslar cho'qim sotinish kerak. Bu mumkin emas. Nimishqa? O'zimni tushunmayman. Ham sotqa arzmi qilmayman. Chunki men bir podachining qizi. Dadam men uchun talay jafolarni chekib arman bilan u olamga ketib qoldi. Men nimaga erishdim? Qas qilganni past qilmamsiz. Qurbim yetmasmikin? Çolpan ismli qizning arznaməsini tekshirib aniqlash vazifasi sana topshirildi. Dalil isbot naq faktlarga asosan bu deloni aniqlab chiqqan. Bu xizmat jafoliq, ammo sharaflik. Prinsip tishin turib, qonunning izzat obro'yini qo'llashni unutma. Ma'qul boshliq.
Ben xalq saqchisi. Bu sharafni bana xalqim berdi. Mayli egir to'qay yo'lla. Shavquluq eqinlar uçuraydı. Haqni haqni childiraman. Oldimda talay muqaddas vazifani kutman. O'zining qonunli huquq manfaatini qo'g'dashni talab qilayotgan cho'lpondek insonlar menga umid ko'zlari bilan qarab turibdi. Marixan! Oy, Marixan! Ha? Tez düşe. Ha. Odaş, ben xeyli küçük baktım. Bırak, hiç etleştiremeyotma. Qağa işini özden oylanırsın. Hoş emese. Özüm topqan bola, neyga baray davaga? Qanday qilsam bola? To'g'ri, saqchi darsiga berib o'zimni ma'lum qilay. Xizmatimiz taraqqiyotga ergishib ilgarilayotgan mana mushundaq yaxshi vaziyatda bir qism yo'ldoshlar yaxshi qilmayotdi. Hatto xalq bergan huquqni o'z maylicha ishlatib, qonun intizom deganni unutib qolyotdi. Chiriklashayotdi. Mushundaq qilsak, xalq bizga qanday qaraydi? Qandaqmi ishinidi? Biz yushirgan xato ishni xalq biladi. Xalqning qo'liga 50. Chunki biz tosh sansak, xalq qum sanaydi de. Ba'zi rahbarlarimizga fikrlarmi oz emas. Xalq aytmas, es xato aytmas. Fikrlarni cho'qim tekshirmay bo'lmaydi. Cavr bedelinin parixorluq cinayeti eğir boğallık üçün Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti'nin Cinayi İşler Kanunu 386, 385, 236. maddesi asasen derhal kolga elinsin. Xalq jo'ran bir maslahat so'rab qo'y. Carup, bu senin tutuş boynuğu. Sen kolga elindin. Tutun lan. Yavaş ol. Ben nima qildim? Nima ish qilmaydi qo'lga olsizlar? Vah. Mübarek olsun. Nemiga? Kadrlık imtihandan ötüpsiz. Rasman. Kızım. Kızım, beni kechirgin. Sana yüz kelmayman kızım. Men seni bu holatda ko'raman deb o'ylamaganda da. Opam meni tashlab ketdi. Endi sen meni tashlab ketamsan. Mendek yegani qizingni nemishqa o'ylab qo'ymaysan dada? Nemishqa? Canım kızım, beni kechirgin. Men albatta sening qizing. Seni eslayman dada. Yana shundoq o'ylaymanki, boshqalarga sendek dadalarni yana ko'rsatmasin iloyim, xo'sh. Kızım, beni taşlap ketme. Kızım.
Məmi şundaq. Dadam hazır özünü təşkil atıdı. Burnuğu su kirmigichi kiyimichi bulamaptı degandek. Xamsut emgen bir insan üçün bu turmushdagi açıq savaq. Hayat qilishimga sen sebepçi buldun. Bo'lmasa allaqachon umidimni uzgan edim, xuddi cho'lponga o'xshash. Bu sening tirishchaligingdan bo'ldi. Jafokesh dada. Hayatında nurg'un orzu umidlarni qilgan edim. Bu orzu umidlaring bugun amalga oshganda sen yo'q. Xotirjam yotqin. Vasiyatlaringni bir umr unutmayman. Yotqin yerim jannatda bo'lsin. Ço'lponning amali o'stirishmi? Hijil qilmasang-chi, abay. Abay, Aygül bilan to'yini qachon qilmoqchi? Sizlarning to'yinglarni-chi kuzda birga qilib o'tamiz ya. Mashina ketib qolmasin, biz mahalleyapsa. Biz mahalleyapsa, Xudoyimga omonat, xo'shamiz. Kaptargan Abdursun. Xo'shamiz. Xudoyimga omonat qizim. Abro'in izzatni